Men o'zim makiyaj qilishga umuman qiziqmayman. Kosmetika olaman, bir burchakda chang bosib yotadi. Lekin highlighter ko'rib qolsam, o'zimni bosolmay qolaman. Ko'rsiz, bir tortma highlighter bo'lib yotibdi. Sizda ham dahshat pigmentirованный highlighterlar ko'p ekan. Shulardan menga bitta nabor qilib bering deb yozdilar klientimiz. Nabor yig'ib bering deb yozadilar-yu, men yo'q deymanmi. Pigmenti dahshat bo'lgan highlighterlardan bitta shikarniy nabor qilib berdim. Birinchi o'rinda rakushka highlighter, keyin ikkita morojniy bilan stick highlighterimizdan ham qo'shganmiz. Bu jidki varianti kecha novinka bo'lib keldi. Buni pigmentiga men o'zim вообще vau devordim. Даже stoykeligini qarang. Bunaqa qalamli variantidan ham keldi. Bularning pigmenti namuncha zo'r. 10 mingga shunaqa pigmentli highlighter beradi desam ishonasizmi? Da, ishonaring. Velorishopda shunaqa arzon narxga sifatli kosmetikalarni topasiz. O'shaning uchun tez obuna bo'lib oling. Bu spreyli highlighter o'zi ham tindirmasdan sotib olamiz. Sochga, yuzga, tanaga, xohlagan joyingizga sepsiz bo'ladi. Yana bitta suxoy highlighter bilan shunaqa glitterimizdan ham qo'shganmiz. Buni takji ko'zga jidki ten qilib ishlatsangiz bo'ladi. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Zakaz qilish uchun Telegramdan yozing.